uy isitish tizimini loyihasini topshirayotgan paytimizda, hattoki topshirayotgan emas, uni ustida ishlayotgan paytimizda biza uy egasiga ko'rsatdik. O'sha xonada ikkita radiator bor. U dizayner bilan maslahat qildida, u xonada radiator yo'q dedi. Keyin biza savol beramiz, uy isish kerakmi, isish kerak emasmi? Nima javob olinadi? Isish kerak. Unda mana shu radiatorlar loyihada qoladi. Xohlasangiz qo'ydirmang deyman. Xohlasangiz qo'ydirmang. Nimaga? Deyilsa, qurilish shunaqa katta prosesski, orada og'zaki gaplashilgan narsalar esdan chiqib ketadi. Biza ishonamiz-ku, o'zaro ishonamiz. Oybek hech qachon meni aldamaydi deyman. Men Oybekni aldamayman deyman. 1 yildan keyin hozirgi holatimni eslolmasam, men boshqacha gapiruvdim deb turishim mumkin. Maqsadim aldash emas, shunchaki xotirami va hokazo bo'lishi mumkin. Qurilishda bunaqa narsalar ko'p. Chunki u yerda pudratchilar deydimi, podratchiklar juda ham ko'p. Faqat santexnik emas, u yerda ishlaydigan juda ham ko'p proseslardan o'tiladi. O'sha paytda og'zaki etilgan narsalar esdan chiqib ketadi. Shuning uchun biz loyihani bir shartnoma sifatida ham ko'ramiz. Uy egasi bilan biz uyga isitib beruvchilar o'rtasidagi shartnoma sifatida ham ko'ramiz. O'sha yerda loyihada chizib berilgan radiatorlar u rassomchilik emas, u chizilgan narsa emas. Bu hisob-kitobga asoslanib qo'yilgan radiatorlar. Agar uy egasi xohlamasa qo'yishni qo'ymaymiz. Agar oyog'ini tirab tursa qo'ymaymiz. Biz o'zimizni mutaxassis tomonidan fikrimizni aytdik, isbotlab berdik, hisob-kitoblarni ko'rsatib, uy egasi xohlamadi, majburlamaymiz, qo'ymaymiz, lekin vaqti kelib isimaganda bizani bir hujjatimiz sifatida loyiha qatnashadi.